Qaranglar. Mana bu narsa yaxshimi? Emile Paris deb yozib qo'yibdi. Tonalka yuzlik. Bismillahirrohmanirrohim deb ochaylikchi. U zo'r tonalka. Oh. Mana. Qarang. Yaxshimi? Yuzda yaxshi yotadimi? Mana shu tonalka. Hozir shular bilan make up qilamiz. Kim bu kiprikni bo'yaydigan? Nima deysizlar? Bu ham yaxshimi? Yo bo'lmaydimi? Hozir buni ham ochib ko'raylik. Hali men to'g'risi ochganim yo'q. Endi ochayman. Qo'zg'ab olib keldim. Ertalab. Mana. Bu kiprikni bo'yaydigan yaxshimiki yo yo'q? Yaxshi emasmi? Bo'lmaydimi? Menimcha yaxshi bo'lsa kerak. Yo'q debdilar. Tush yaxshi qanchaga oluvdingiz? Buni? Buni 20 ming so'mga oldim. Mana. Bo'lmaydi. Nimaga yomonmi? Keyin bu qoshimga. To'g'risi qoshim uncha-munchaga chiroyli bo'lmaydi. Qosh qalam, jigarrangidan oldim. Qoshni bo'yash uchun. Orqasida bunaqasi ham bor, cho'tkachasi ham bor. Taraf-taraf bo'yashga. Bo'ladimi? Qirg'izcha bilasizmi, bilaman. Tushunaman, lekin gapira olmayman. Qaranglarchi, mana shu qalam yaxshimi? Qoshga bo'ladimi? To'yga boryapsizmi? Ha, to'yga boryapman. O'shanga chiroyli qilib make up qilishim kerak. Bugun to'y bor. O'shanga. Keyin mana bu qovoqlar bo'ydi. Mana shu yerga mana bundan oldim. Bu yaxshimi? Nima deysizlar? Hozir ochib beramiz. Mana. Cho'tkachasi ham bor ekan, kichkinagina. Gemiya qilib bera olasizmi? Ferda makiyaj qilib, hozir makiyaj qilamiz sizlar bilan birgalikda. Men bilmaganlar sizlar o'rgatib berasizlar. Qaranglar, mana shu yaxshimi yoki yo'qmi? Tiniq chiqsa kerak, ko'zlarda chiroyli tursa kerak. Bo'yimiz hozir birgalikda. Mana shu bilan keyin matte pomadasi. O'tgan safar ko'ruvdilar-ku tugab bo'ldi. Bu safar yangi. Yangisini oldim. Matte deb yozilgan ekan. Kimni turkiyalik ikkitisini to'ygami? Yo'q, deganimni to'yga. Shular bilan hozir chiroyli make up qilamiz. Buncha qizil. Anaqa to'qroq svetidan olmoqchi edim. To'qroq sveti yo'q ekan.